Jurnalga qizlar shunchalik suzuk chiqadigan to'y to'kini qilib olsanglar intayin mos kelgan mavqirimning tafsiliy darsiga kelib keldim. Amsi yoqtirgan qizlar yurak berishni konjo qilishni unutib qolmay, ko'rishinglarni umid qilmay. Eng avval yuzimizga mush boshi pung'olan chechib olgandan keyin bizning jinxuashonlarimiz so'kib olamiz yuzimizdan shu kafin bo'lib qolmasligi uchun qizlar. Andan keyin ishlatgan fengshay bo'lib qolib qolsa, Vulinjaning fengshaysi, fengshalarimiz so'kib olib, andan keyin chekrining shu chikital 1-numurliq, 2-numurliq findiyesini aralashtirib ishlatdim qizlar biga. Yuzimizga shunday holatda so'kib olamiz ikki tarafga, amki burnimizning ikki tarafini shunday holatda so'kib olsak bo'ldi. So'kib olib budutlarimizda urib sindirib etgandan keyin andan keyin tilan yedab leyko falgman degandek yalarni sizib chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin dinchong pung'uda bir qatam berib o'tib andan keyin shu ultralikning sanfinsida dinli qilib olamiz. Dinli qilib olgandan keyin qishimiz o'tib ketaylik qizlar. Qashni avval shozda shoal qo'yib andan keyin shunda qash qalamda qishinglarni sizib chiqarib olsizlar. Men odatda mush qishimning old tarafdan quyrug'ini sizib chiqarmay qizlar. Andan keyin qishimda qaro ketayotganda mush rameykovni berib oldim. Agar chechinglar seriq bo'lib qolsa, chen zungsin ishiltinglar. Agar cheching qarib qolib qolsa, shin zungsini rameykovni ishlasanglar bo'ldi başbat dokunudi qizlar. Andan keyin mushu sho'rompani ichidagi kafeyranda burnimizning ikki tarafini sizib chiqarib olib, andan keyin oxirida burnimizning uchi, usti, ko'zimizni tilan qilib olamiz. Andan keyin bu ishlatgan yangi bo'lib qolsa, mush xil ranglarni ishlatamiz qizlar. Eng avval oxirida berib olib, andan keyin sus kafeyrani berib, quyruq tarafiga andan keyin qiyinroq kafeyrani berib olamiz. Mushundoq bir varaq bo'lib qolib qolsa, varaqni mushu ko'zinglarning orqa tarafida mushunday holatda qilib sizsanglar bo'ldi. Andan keyin mushu tilan yeda ko'zimizning old tarafini findan shu holatda sizib chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin eng oxirida berilgan paqiraqni mush qopqimizning ustiga berib qilib olamiz. Qilib olgandan keyin mushu ko'zimizning ostiga sharjisiz o'tib ketdi qizlar. Sharjini mush quyrug'imga bergan sal to'g'onroq chiqadigan rangda bir qatam sizib chiqarib olib, andan keyin sal qiyinroq chiqadigan go'sh rangda yana qiyinqiltib ustiga olib sizib oldim. Sizib olgandan keyin mushu ost tarafdan mushu qovg'onni paqiraqlarni beramiz qizlar. Paqiraqlarni berib qilib olgandan keyin hozir o'san sizimiz, o'sani sizib olmasak, o'san mushunda holat sizib olsanglar bo'ldi qizlar. O'san siz uchun tasamas. O'sanlarimiz sizib olgandan keyin andan keyin mushu yenshan jovbida yenjovlarimizni andan keyin yenshanlarimizni sizib quyruq tarafdan yenshanni inishga holatda sizib chiqarib olsak bo'ldi. Mushunda holatda qilsanglar. Andan keyin kirpiklarimizni egib, laklarimizni berib olgandan keyin buga mushqildagi kirpikni chaplaymiz. Old tarafga 12 ni, o'tirga 14 ni, oyoq tarafga buga 14 ni chapladim qizlar, 16 ni chaplamadim. Andan keyin mushunda holat chiqdi. Kirpiklarimizni chaplab bo'lgandan keyin sho'ronglarni ancha-muncha qilib olamiz. Sho'ronglarimizni mushu inkimizning osti, andan keyin peshonamizning, mushachimizning old taraf, orqa taraflarini qilib olsak bo'ldi. Andan keyin sayxonlarimizni berib olamiz qizlar. Mush sayxonni dehshat yoqtirmash qilib lo'shamanning sayxonsi qizlar. Burnimizning ustlariga ancha-muncha berib olib, andan keyin mushu sho'rompaning ichidagi oxirida tilan qilgan tilan qilib olamiz. Andan keyin ultralikning qovg'onsida mushu anglikka, andan keyin qishimizning mushu meyku taraflarga, andan keyin burnimizning ustiga, burnimizning uch taraflarga qovg'onlarimizni berib olamiz. Berib olgandan keyin chunsambida eg'izimizning shaklini sizib, mushqil qo'g'onlarni so'kib olsak, bugun kirmlarimiz oxirlashib qolibdi qizlar. Yoqtirgan bo'lsanglar yurak berishni unutib qolmanglar. Xayr, xo'sh.